Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Suratu Quraysh. Quraysh surasi. Qur'on Karimning 106 surasi. Tartib bo'yicha 106 sura. Oyati jami 4 oyat. Bugun bu suraning o'qilishini ba'zi tajvid qoidalarini o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Bu yerdeki la degani bu alif sag'ira kichik alifni azar ko'tarib o'qiymiz. Uzun tovushda. Li'ilafi deb. Quraysh ra harfi bu yerdeki tafxim ra deb o'qisak bo'ladi. Bu yerdeki ya ya'ni Quraysh deb buni azroq shu so'zgandek o'qiymiz. Buni arab tilida yumshoq tovush deydi. Ya'ni huruful layyin deb. Quraysh deb o'qisak bo'ldi. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم بهذا küçük ya harfi var. Bunu küçük ya yoki ya sag'ira deymiz. Shunga buni i nima xuddi maddiga o'xshash so'zimiz, azroq so'zimiz bak jiq emas, buni ikki harf miqdorda so'zsaq bo'ldi. 2-3 harf miqdorda. Ilafihim. Ma'vub ya i lamnichu la deb so'zsaq bo'ldi. Ilafihim rihlatash shita'i. Bu yerdeki ta deganimiz bu maddul alif vacib. Maddul vacib deymiz. Buni 4-5 harf miqdorda so'zib o'qiymiz. Ya'ni rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf deganmi bumi yumshoq talaffuz qilingan huruful layyin. Buni xuddi so'zgandek o'qiymiz, so'zilmaydi. So'zgandek shu ya harfini o'qiymiz. Was-sayf deb bunaq. Qayta o'qiylik. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلتشni ba'zida qarindoshlarni xato o'qigan olib qolma. Rihlitash deb bunday qilsa bo'ldi. Rihlatash shita'i was-sayf. Keyingi oyat فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا bu yer azroq normal so'zimiz, bu uzun tovushda uzun so'z etmaymiz. فليعبدوا desak ham bo'ladi. Robba tafxim, ya'ni qilin o'qilgan harf. Tafxim ra, robba deymiz. Robba bu qisqa tovush bo'lgan keyin qisqa o'qisak bo'ldi. Robba hazal bayt. Bu ha deganimiz hamda alif sag'ira. Yani kichik alif shuni ha desak bo'ladi. Bayt. Ya harfini ochiq o'qiymiz. So'zgandek o'qiymiz. Bu yumshoq harf. Bayt huruful layyin. Qayta o'qiylik. فليعبدوا رب هذا البيت. كينكسي الذي أطعمهم من جوع. بيدك الذي bu hamda madda el-ya. Bunu so'zib o'qiymiz. Madl vacib. Madliya vacib. Bunu 4-5 harf miqdorda i deb so'zimiz. Allazi ato. Mavu qa. Bu qalqala o'qiymiz. Ato deb bunaq.
deb to'xtab qolmaymiz. At'amahum. At'amahum. Anmiyadagi humdan keyin bu yerda nima bo'lsa bir ixfa malg'unni. Mimdan ba, nundan ba. Shunga at'amahum deb to'xtab min ju' deymiz. Bu yerda to'xtasak ham bo'ldi, to'xtamasak ham bo'ldi. Ju' degandan keyin bu yerda bu to'xtash joiz, to'xtamay o'qib ketsak ham bo'ladi agar. Masalan, min ju'i va amanahum min xavf deb mana o'qib ketsak ham bo'ldi. Yoki to'xtab o'qisak ham bo'ldi. Qayta o'qiylik. الذي أطعمهم من جوع. Bu yerda to'xtadik masalan, to'xtagandan keyin oxirisini va amanahum min xavf. Bu yerdagi memda to'xtaymiz, ya'ni va amanahum deb. Andan keyingi nun bu sakinlik nun bo'lsa bu ixfa o'qimaymiz. Yani bu yerda izhor. Chunki xa harfi yana xa ha ayn g'ayn deb ma'u kana harflari bor. Bu kelgan vaqtida nunni izhor o'qiymiz. Ya'ni min xavf deb buni min xavf demaymiz. Bu izhorda uchiq o'qiymiz nunni. وآمنهم من خوف deb o'qiymiz. Oxirgi oyatni yana bir o'qiylik. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Suratu Qurayshni boshdan oxir bir o'qitaylar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.